Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlina. Men yehdihillahu felâ mudille leh ve men yudlil felâ hâdiye leh. Neşhedü en lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ şerîke leh. Neşhedü enne seyyidina Muhammeden abduhu ve rasuluh sallallahu aleyhi ve sellem. Amma ba'd. Aziz muhterem qarindoshlar, dunyoning har qaysi joylarida muhojirlikda yashayotgan bütün Uyg'ur qarindoshlarim, Allohim ming rozi bo'lsin. Bugungi biz kutayotgan yangi programmamizga xush keldinglar. Va bizningki millatimizning ichidan chiqqan olimimiz, doktorimiz Erkin Sidiq akimizmi bu programmaga xush keldingiz deb so'zimni boshlayman. Neçe vaqtdan beri oxirgi programmamizni qilgandan keyin biz biroz dam olib qoldik. Chunki texnikalik masalalarni texmi isloh qilaylik, texmi yaxshi xalqimizga, qarindoshlarimizga to'g'ri, texmi go'zal bir programma sunaylik deb biz texnikalik narsalarni bu studiyamizdagi narsalarni remote qilgan bo'ldik va oxiri hozirgi shakldagi bir programma qilishni sundik. Inshaalloh bundan keyingi zamonlarda texmi programmalarimizni yaxshilashga tirishimiz Allohning rahmati bilan. Agar meningki so'zimni qarindoshlar anglayotgan bo'lsa, fikringa yozgan bo'lsa inshaalloh, chunki bu yangi texnika bilan qorashtirilgan bir fikran deb tushunaman bugungisini. Agar bu sinoq nusxasi to'g'ri chiqmagan bo'lsa, biz qaytadan o'ylab qilsak bo'ladi. Agar to'g'ri chiqayotgan bo'lsa, inshaalloh programmamizni davom qilamiz aziz do'stlar. Ovozim yaxshi chiqayotgan o'xshaydi. Ammo qarindoshlarimizning xatlarini topshirib olmagan bo'ldik. Shunaqdan biz programmamizni boshlayveramiz. Bugun asosiy bir sinoq shaklida bo'ladi, ammo yanalam qarindoshlarimizning burun o'tirib qo'ygan savollarga javob berish bilan biz bu suhbatimizni davom qilamiz aziz do'stlarim. Yana ekranda ko'ryapsizlar, Allohninki yaratgan osmondagi, olamdagi ajoyib go'zal bir ko'rinishi, go'zal bir harakati, puxta bir sistemasiningki amaliy harakatini ko'rib turibsizlar. Bugün biz astronomiya, optika, alam qatnashiga munosabatli yillardan beri o'zining vaqtini, o'zining zehnini, o'zining ilmini sarf qilayotgan akimiz, Erkin akimiz bilan bu osmonga eng yaqin yerda o'tirib va atrofimizda go'zal sayr qilayotgan bu planetlarga qarab turib, bu uchib ketayotgan planetlar qaysi, nima ish qiladi, nerda ketyotidi, o chaqnayotgan yulduzlarning o'rni nerede? Va yoki bu hozir yonimizdan o'tib ketayotgan shu kulrang, jumloq Merkuriy jismi qandoq, nimalardan tarkib topgan va uning roli qandoq degandek olamga munosabatlik savollarga javob tepish bilan biz bugungi Allohning oldida bizga majbur qilgan ilmimizni sirtqa chiqarish, xalqimizni ta'minlashdan iborat bu buyuk vazifani qarindoshlarimizning oldida o'rindaymiz aziz do'stlarim. Oldi bilan bizdan savol so'rgan, ya'ni Erkin akimizdan savol so'rgan qarindoshlarimizga Erkin akimiz ya'ni o'zining shu kichik pil oldi bilan shu kular yuzi bilan ravon tili bilan bizga javob bermoqchi inshaalloh. O'tgan qitimliq savol so'rgan qarindoshlarning ichida ba'zi qarindoshlarimizning savollariga biz vaqtida javob berolmadik, chunki vaqt ishib qolmadi, u vaqtda vaqt yetishmay qoldi. Shuning uchun shu vaqtida ishib qolgan savollar bilan programmamizni boshlaymiz. Uningdan keyin, ya'ni ekranga savol tashlagan va yoki bizdan biz bilan suhbatlashmak istagan mana shunday qarindoshlarning xatlariga qarab turib, inshaalloh biz programmamizni 1 soat atrofida davom qilamiz aziz do'stlarim. Undaqda o'tgan qitimliq savolda tashqi planet odamlari mavjudmi degan bir savolni qarindoshimiz so'ragandan keyin
Bunun asasen vaqt yetişmey biz programmani taqıgan edik. İnşallah bugün bu sual bilan başlasak, mening bir qancha izlanish jarayonimda bir qancha savollar kallamdan kechdi. Shu savollarimni o'tirib tashlayman va bu şekilde dini ve fenni, metafizik cihette ve fizik cihette ve bu şu kimya, algebra, bu etrafımızda bizdeki özümüzün qiziqayotgan meselelerimiz tüpeyilde keng dairede inşallah kolumuzdan kelişçe qarindoshlarga özümüzdeki bilgisini sunumuz. Undaqda men so'zni Erkin akimizga bersem, Erkin akimizga yana bir qitim hoş keldilar deyman. Chunki shunda aldirashchilikda vaqt chiqarib bu programmamizga yana qatnashib turibdilar. Amerika bilan bizningki vaqt farqimiz biroz egizpas bo'lganligi uchun buni bir yerga kelmak tas bo'lyotdi. Shuna bo'lsin vaqt chiqarib bu programmani birga mangdirishga kuch chiqaryaptilar. İnşallah bu savolga bir avval javob olsak, yana tashqi planet odamlar mavjudmi degan savoldan boshlasak deyman. Bo'ladi. Assalomu alaykum. Hozir shu program barliq do'stlar. Men sizlar bilan qayta ko'rishganimdan nihoyatda xursandman. Degan saf kechikib qoldik. Mana bu Hüseynimiz nihoyatda ko'p tirishchilik ko'rsatyapti. Shu chet eldagi Uyg'ur qarindoshlarga shunday bir programmani hozirlab beraman deb intayin ko'p tirishchilik ko'rsatyapti. Tünürgün ikimiz, yani bir üçümüz 2 saatlik bu narsani qurashtirib sinab başta qantiq başta qisaqmi bugayna 20 kunga kechib qoldik qaytadan qo'yishga. Shunga qarindoshlarniki to'g'ri tushunishini umid qilaman. Nima abak savolga kelsak, tashqarilardan adam bormi? Bununla biz birinci qatımlıq söhbətdə bu məsələ üstündə azraq toxtalğan. Lekin bir qism qarindoshlar bunu ko'rmaganligi uchun yana qaytadan bu savolni so'rabdi. Men degan uni qisqacha javob beray. Birinchi qatımda tafsilroq javob bergan. Menimcha u programmamiz bor, shu Hüseynimizniki Facebook'da bor. Agar ko'proq qaydasanlar, davomli buni qanday vaqt ko'rsanlar ko'ra olasizlar. Endi NASA'niki şu insaniyatniki, kainatniki mesela kelib chiqish manbasi degan bir programmasi bor. Aş programның bir qismida mundaq bir savol bor. Bu kainatda biz yolg'izmi? İnsanlar yolg'izmi yoki bizdan boshqa jonlilar bormi degan bir savol bor edi. Shu savolga javob topish yo'lida izchil turda tirishyapti. Men shu programniki ichida hozir shu tashqi jonlilar bor ehtimolliği var, tashqi planetlarni topadigan olam bo'shliq teleskopini yasaydigan ishni qilaman. Asosda qatnashim shu. Endi NASA'dagilar undaq planetlar cho'qim bor deb ishonamiz biz bunga. Buniki sababi nima desalar, biz bu yangi programning oxirida biroz ko'rsatishimiz mumkin, ko'rishimiz mumkin koinotdagi qanchalik cho'nligi. Koinot intayin cho'ng. Endi biz hozir quyosh sistemida yashaymiz. Bizim bir quyosh bor. Anandan 8 planet bor uning ichida. Yer shari shuning birisi. Biz yer sharida yashaymiz. Endi bizniki quyosh o bir yulduz, o'zidan nur chiqaradigan yulduz. Bu yulduz Samanyeli galaksi degan bir galaksiyaning ichida. Galaksiya degan nima desalar, yulduzlar to'pi. Bu yulduzlar top mavjud turibdi. Koinot pek cho'ng. Lekin uning ichida yulduz bor, yulduzlarning jiqi birlashib bir galaksiyani tashkil qiladi, yulduzlar to'pini. Lekin bu koinotda mushta galaksiyadan nurg'ulari bor. Son jihatda qanday desanlar, hozirgi mo'ljalda shu koinotda yulduzlar to'pidan 200 milliarddak yulduzlar to'pi bor. Yaqinqi tadqiqot natijalarida buning soni texnik ko'payib, qaraganda 1 trillion yoki 2 trilliondak bo'g'ishlaydi. Biz burun qaraganda soni ko'pkan degan gaplar chiqdi yaqinda. Bu mushkanatni tekshirishdan kelib chiqqan narsa endi. Ashunaqda shunga 200 milliard desakmi bu intayin cho'ng son. 1 milliard degan gap 9-darajasi degan gap. Yoki 1ning aqsida 9 nol bor degan gapda. Shuna cho'ng son bu.
Endi 200 milliardda galaksiya bor. Endi bizniki Samanyeli galaksiyaning o'zidilamkin 200 milliardda yulduz bor. Ya'ni 2ning aqsida 0dan 2ning aqsida 0dan 11 bor degan gap. 8-chilik yulduz bor. Aşta bu başqa şu yulduzlarni aylanayotgan planeta bor. Hozir NASA hozirgichalik aşta planetalardan biz tashqi planeta deb ataymiz. Tashqi planetadan 4 mingdan jiroqni bayqab bo'ldi. Hozirga qadar bayqalgan bu planetalar nihoyatda cho'ng. Bu planetalar ikki xil bor. Birisi tash planeta, birisi gaz planeta deymiz. Mesela bizim Quyosh sistemimizdagi 4 planeta, Quyoshga yaqin 4 planeta, tash planeta va yer shari başında. Sirtqi 4 planeta bo'lsa gaz. Gaz planeta intan cho'ng bo'ldi, tashqi qaragan chog'da shu cho'ng gaz planetalarni hozir teleskopda bevosita ko'rish usuli emas, boshqa bir usul bilan uni bayqab, bayqagan tash planetalarning soni 4 mingdan ishib bo'ldi. Aslında bu başqa bu planeta kainat shundoq cho'ng, yulduz shuncha ko'p. Lekin hamma yulduzlarni aylanayotgan kam deganda birdan planeta bo'lgani uchun mana yer shariga o'xshash hayotlik mavjud bo'lib turadigan sharoitlarni hozirlaydigan planetalardan cho'qim boshqasini bor deb o'ylaymiz biz. Shuni izlayapmiz. Endi hozirga qadar bayqaldimi tashqi planeta odamlari desa, tek bayqalmadi. Birasi izlab bizni yasharib kelib boqmadi. NASA'niki bir necha alam uçkurları var. Hazır şu ikisi var mı? Seferçi degan ikki alam uçkuru var. 1977 yılda kuyvetken onu. Şunaqda 40 yıl oldu biz buniki 40 yılını tabrikladık. Ular hazır Quyosh sistemasining sirti qarab menib Quyosh sistemasining eng tashqi chegarasiga kelib bo'ldi bu. Kelib bo'ldi. Bu ikki alam uçkuruga bir oltin taxsa degan taxsa qachlangan. Buluveramda buzilib qoldim. Bir xatolik yuz berdi. Sizlar davom qilaverasiz, men o'xshayman inshaalloh. Ma'qul. Shuningga u ikki olam ushquriga oltin taxsada bir patipun taxsasi qachlangan. U taxsiga yer shardagi 28 millatniki rasmlari, ovozlari qachlangan. U to'xtamay mushlarni shu mikrodolq, shu elektromagnetik to'lqin orqali sırf taqib turdi buni. Nima maqsad desalar, aşlı bir tashqi planeta odamlari bo'lib qolsa, shu to'lqinni qabul qilib, anglagandan keyin bizga bir javob qaytaramiz ekan deb, shuni to'xtamay taqib qilmoqdi. Lekin hozirga qadar birasidan bir javob kelib boqmadi. Endi tashqi boshqa kainotning boshqa yerlardan kelayotgan ashmish to'lqinlar bor. Buni NASA'dagilar kuniga 24 soat kuzatib turdi, tekshirib turdi, analiz qilib turdi. Aştaq bir tashqi planetaniki jaloqlardan kelgan uchurmikenda. Defa hozir u rasmga bayqalmaydi. Endi shu Amerikaniki Hollywood kino markazi, kino bazasi 60-70 yillarda shu tashqi planetaning odamlari to'g'riliq nurg'un kinolarni ishlab etdi. Buning ichida sizlar bahaq bildig'ini yulduzlar urushi degan kinoni ko'rdinglar. Uning ichida har xil maqsadlar bor. İnsandan boshqa bir küz var adamlar var, bazılarının küzü kalasındaki ak tarafında degandek. Her xil adamlar. Ularniki hammasi paraz, farklı paraz qilib hesab chiqqan tashqi adamlar endi. Lekin undan birasi ko'proq qarish yo'q. Endi uchar taxsi qanday degan bu savol davom chiqib turibdi. Shu 60-70-80 yillar uchar taxsi bu nihoyatda moda bo'lib ketgan hamma yerda. Uchar taxsini ko'rdim. O'sha taxsan odamlari men tutib oldi, achitib bir hafta sayt tushdi degandek o'sha gaplar internet ko'p taqilib ketdi. Lekin bularniki shular dunyodagi o'xshamagan allarda maxsus uchar taxsini tadqiq qiladigan markazlar qurilib ketgan. Amerikada shunday. Qurilib bularni tadqiq qilib, tekshirib, o'sha berib chiqdim degan odamlarni tekshirib, o'sha qilib eng oxirida biror bir ishonchli uchur isbot topolmaydi bunga. Yani uchar taxsa degan narsa to'g'riliq hozirga qadar ishlangan bo'ladigan bir ilmiy asosdan biroz tepilmaydi ekan. Shu bilan Amerika bu jihatdagi tadqiqotni 70-yillardan to'xtatgan. To'xtatdi. Hozir uchar taxsa to'g'riliq izlanayotgan, tadqiqot etayotgan davlatlardan bor yana, masalan, Kanada, Angliya degandek. Lekin hozirga qadar albatta men degandek rostdan uchar taxsa bor ekan, bizga biraz keldi degan bir aniq isbot yo'q. Shunga
bu sizlar ma kinoda ko'rayotgan, andagi xabarlarda ana chiqayotgan narsaga ishonmasalar bo'ldi. Hozir chiqib turdi. Bir uch taksi bayqaldi dedi. Masalan, o'tganda birisi Angliyada birisi osmondagi narsani birisi apparat bilan resim tortib olsa, kamera bilan chiqib qoldi. Chiqib shuni bu uch taksiga deb shuna deb keyin to'g'ri chiqarib, haligi biroz xabar bo'lib ketgan. Keyin uni mutaxassislar inishga tekshirganda bu kamerani oldin o'tib ketib qolgan bir ko'mitga o'xshash bir kichik narsa. O şu bir kamera çoğun dairenin arasında tatlıqda bir küçük dese oldun şu gitse xuddi bir uçak taksida kunum qaldı gende o. Taxla şunu uçak taksiga degan şunu işin qolgan ahvollar bor. Shunga xulosalasa hozir qadar uçak taksini rost shunday narsa ekanligi to'g'riliq bir haqiqiy isbot yo'q. Shangil bo'ladigan isbot yo'q. Sizningki nimalarda masalan xizmatlarda shu uçak taksini topamiz yoki tashqi planetlarni odamlarni izlaydigan bir yerninki xizmatini qilyapman deb shu gapni qildilar so'zlarninki oldida. Hozir miyat qarindoshlarimiz yozayotdi, ishkaron qarayapman. Bizning bugun bu sinoq nusxa bo'lganligimiz uchun qarindoshlarimiz ba'zi surat ketib qilish ahvoli yuz beryapti. Inshaalloh bu barbara bizningki shaxsiy televiziya stansiyamiz bo'lmagandan keyin o'ngishli keldi deb o'ylayman. Bu yerda qarindoshlarimiz shu 28 xil tilning ichida nimani shu Uyg'urcha, Turkcha degandek tillar bormi, yana olamda bir Uyg'ur uchqab qolarmi osmonlarda? Shu men degandek bir gapni eshitdim. Men bu ishga bak qiziqaman o'zim. Ben NASA'ga 2004-yili 1-ayning 4-kunda xizmatga kirdim. Xizmatga kirib nechadan keyin shu uçak taksini nasrini ko'rdim. Bizlarda maxsus sirtdan kelganlarga ko'rsatgan bir ko'rgazma bor. Ko'rgazma ichida obadan men gapga qolgan safarchi degan olam ushquriniki bir model bor. NASA odatda har qatim bir olam ushqurini yasaganda undan kam degan ishni yasaydi. Oppoq tashdan. Ishni yasaydi. Birisini alan boşluğa mandırıyordu, birisini bizimlerde hep kaldı. Bizimlerde şu haqiqiy alam ushqurlar opma o'xshash cho'ng kichikligi shakli hammasi o'xshash alam ushqurlardan nechtasi bor. Ondan keyin safarchimi birisi bor bizlarda. Uning oldida oltin taqsimi bor. Men shuni ko'rib, shu yerda shu taqsiga qochadigan ovozlarni qo'pib tashlagan bir bosmagan kunukka shuni bossangiz ovozlar birden chiqdi ekan o'shmagan millatlarniki. Shunga men shunga anladim buni. NASA kirib 2-3 oy o'tgandan keyin anglab qildim. Shuning ichida salom degan gap chiqdi. Salom degan gap chiqqatim chiqdi. Birisi salom deb chiqdi, birisi salom deb chiqdi. Shuning bilan uni anglab shunda hayajonlanib ketdim. Buncha Uyg'urcha bag'ishlaydi deb shunga keyin men idoradagi materiallarni aqtirib bu 28 millatlar qasidi Uyg'ur bag'ishlaydi deb izlasam, salom deganning ikkisi birisi arabcha ekan, birisi turkcha ekan. Uyg'ur yo'q ekan. Yani bular shu dunyodagi millatlarniki soni qarab turibroq kirgizga o'xshaydi dedim endi. Uyg'urlarniki soni o'xshamagan bo'lganlar bor. O'li balki Uyg'urlarni turklarning ichiga ketib o'tgan bo'lishi mumkin hamda. Unda bo'lishi mumkin. Bizning tilimiz 50% dek o'xshash bo'lgandan keyin shu salom degan gapning ikkisi bor ekan. Undan birisi Türkçe birisi Arapça. Ama kiler katı mini başta dersler kılımız da kalsa ben kılıp şey yaparım Uygurca kirgizishga. Allah buyursa. İnşallah. Uygurchani kirgizib qo'yli agar olam bir Uyg'ur chiqib qolsa balkim shu tepkilar bizni. Dadimiz jiq. Ben bu to'g'riliq leksiyalarni bir necha yerlarda so'zladim. Sizlarniki Gollandiyadan so'zladim, boshqa yerlarda so'zladim. Har qatim işte tashqi tarafdan adamlar chuqur bor. Biz shuni izlayapmiz desam, bizniki shu Kaliforniyada bir chaqchaq qilib, o tashqi tarafda otishqa bor. O'shaga paypaxsat qilib ketib qoldi. Gabrunda chadayin. Chadili birisi. Chaqchaq qilibdi. Chaqchaq qilamiz. Demek hozir 28 xil til orqali dunyoga nim berish orqali dunyoda tashqi planetlar odam bormi yo'q deb dastlab qadamda yer shari insonlari adam izlatdi degan gap. Shunda endi bu tashqi planetlarning odamlarini izlash yaxshimi, yaxshi emasmi? Bu to'liqmi taqiy tashlatishlar bor.
Yani NASA'daki maksidi kainatni to'liq tushunish. Zaten kainatı zaten nim var. Bizden başka insanlar var mı degandek narsani to'liq tushunish. Endi Uyghur yaşları tunuşulgan Steve Hawking degan bir danliq olim var Angliyada, Oxford Üniversitede. O kishi bizniki boshliqlaridan kim bir mehmon professori jildi bir xatim kelib turdi bu yerga. Steve Hawking degan. U odam tashqi planetani tepish ancha yaxshi bo'lmasligi mumkin deb dedi. Nimishqa desa, tashqi planetani odamlari bizniki yer sharida yashayotganimizni bilib qolsa, ular bizga talyog'iz qilib kelib bir yomon oqibatga chiqishi mumkin. Qarindoshlar cho'qim Avatar degan kinoni ko'rdi, Amerikada ishlagan, nechadan oldin ishlagan. Uningda shu amerikaliklar boshqa bir tashqi planetaga berib, shu yerdagi yerlik millatlarni karomat bo'zaq qildi. U yerda bir olayda modda bor ekan, yerning ostida. Bu ularning bir ilohiy daraxti bor, o daraxt. Shu daraxtning ostida shu insonlarga kerakli bir qimmatlik, oltindek qimmatli bir moddalar bor ekanda. Shu moddalarni olamiz deb, olamiki nurg'un shu planetani odamlar yashayotgan daraxtni bundan cho'ng go'zal daraxtni o'rib o'tadi bular. Tajovuz qilib bordi-da bu yerga. Oxirida u yerlik millatlar qo'zg'alib, Amerikalardan bir necha yordam berib ularga degandek, axir bu Amerikalik tajovuzlarni qo'g'laydi yani. Shuni mazmunda shunday. Endi Steve Hawking tashqi planetda odamlarni topsak, uning natijasi ashtaraq bo'lib qolishi mumkin deb ashtaraq bir farazini o'tirib qo'ydi. Shunga buni aqib qanday bo'ldi uqilolmaydi. Lekin NASA'dagilar biz davom izlayapmiz. Asosiy maqsad kainotni tushunish. Allah razı olsun. Normalde nurg'un qarindoshlar bugungi zamonda hamda bugungi kunlarda bizning dardimiz intayin ko'p. Her yerde her türlü meseleler o'tirib chiqib yuz berib qilyotadi. Masalan, yaqinda Taylanddagi qarindoshlarımızın meselesi. Uningdan boshqa nurg'un qarindoshlar her yerde biraz qiyinchilikda bo'lyapmiz, ammo turibla bu kainat to'g'risida qandaq bir programma bo'lib qoldi degandek masalan. Bundaq o'ylab qilishim mumkin. Bu yerdamda biri biz musulmon bo'lish sifatimiz bilan Allah Kur'an-ı Kerim'de o'tgan qitimliq programmadan deyishdik. Yüzlerce yerde bu kainatga qarash, kainatni tefekkür qilish, inson o'zini tefekkür qilish, osmonlarga qarash, masalan, estağfirullah ve iles semai keyfe rufi'at masalan ve ilel ardi keyfe sutihat, osmon qandoq turg'izildi, zamin qandoq yeyitildi degandek osmon zaminga munosabatlik intayin ko'p oyatlar va unga munosabatli hadislar bor. Bu bizning iymonimizni kuchlantiradigan, tavhidimizga munosabatli bo'lgan jiddiy bir ilm aslında. Bu osmon ilmi, kainat ilmi, inson ilmi. Bu çünkü Kur'an-ı Kerim'de asasen Allah o'zining barliq va birligini isbotlashda, ya'ni isbotlash deganimiz ham barliq va birligini ko'z tutishda, isbotlash demayli. Ko'z tutishda shu belgilarni oldimizga tashlab qo'yib turib, qaramamsiz, osmon qaramamsiz, yerga qaramamsiz, o'zingizga qaramamsiz. Siz shuning qarab turib bu mukammal bir sistemlashgan dunyoning injenerining borligini bilmamsiz. Masalan, Amerika olam qatnash idorasi bir tal olam uchqurini yasab chiqsa, raketa deymiz masalan, Uyg'urlar ko'p ishlatadi raketa degan gapni. Olam uchqurini yasab chiqqandan keyin buni cho'qim bir injener yasabdi deymiz. Bu hozir ekranda ko'rinib turgan bu olam cho'qim bir injenerning qudrati bilan, kuchi bilan yaratilganligiga biz şu olamni Allah bizga oldimizga ko'zimizga, quloqimizga, qalbimizga tefekkür bilan tashlab qo'yib turib, bizga iymonni tangladi Allah subhanahu va taolo. Onun uchun biz bu programmani boshqa shaklda o'ylab qolmayli, biz iymonimizni taqim kuchlantirish, tavhidimizni taqim kuchlantirish va insoniy tefekkür ve izdinish, tecrübe Müslümanlar aqida, yani şu narsalarni qo'llanmaganlik uchun bu Japon chekyapti musulmon ummat. Yani buningdan keyin insonlar, yani bo'lib musulmonlar cho'qim yuzlanish kerak bo'lgan bir fan bu. Buning uchun biz hem uningdan boshqa asosan
Erkin Sıdık akimiz bu programını qilishqina jiddiy qaradi. Qo'llab quvvatlab bo'ladi deb ba'zi kechgacha o'tirib qarashtirdik bu narsalarni. Allah razı olsun. Şunun için biz bu programlarını qilyapmiz aziz do'stlar. İnşallah aramızdan bir mücahit çıkıp veya ki bir molladan birisi çıkıp men Allah'ın sözünü sözleymen dese inşallah bu programın işki her vakit uçup biz şu alim qarindishimizningki qo'li suvni berib turib biz bu yerda yana boshqa shaklda, boshqa pallada, boshqa izlanishlarda programma ilib boramiz. Allah razı olsun. Şu an başqacha tushunishlar bo'lib qolmasin programmamiz to'g'risida. Erkin akamiz bilan koinot to'g'risida programma qilsak, yana bir Erkin akamiz bilan, Erkin Akram bilan biz siyosiy, strategiya to'g'risida programma qilamiz. Yana bir olim bilan Allohning oyatlari, hadislar to'g'risida programma qilamiz. Yana bir olim bilan adabiyot, fontika, grammatika bu to'g'rilarda programma qilamiz inshaalloh kelgusi vaqtlarda. Sözümüz gelsek, baş qarindoshlarning savollari bor. Men o'zimning bir savolni o'tirib qo'ysam deyman hozir. Undan keyin yana javobini olib bo'lgandan keyin yana bosh qarindoshlarning savollariga ko'rsak deyman. O'tgan qatim osmon qandoq bir, ya'ni kunduz faqat bizning yer shariga xos qilingan bir ne'matgan degan bir so'zni qilgandim. Ya'ni izlanish jarayonida bu gündüz degan bu narsa yoki bu vaqalik meningcha mush yer shari bilan bog'ishadi deb o'ylab qoldim. Chunki oyda yoki quyoshda yoki boshqa planetlarda bu shaklda qanday bir tekshirishlar ilib berildimi? Bu to'g'risida bir gündüz to'g'risida yana bir kichikina ochiqlanmaslar, undan keyin boshqa qarindoshlarni so'raydi. Bo'ldi. Endi gündüz yolg'iz yashar uchun emas. Nemişqa desangiz, bu gündüz degan nima desangiz, endi quyosh osmonda davomli turdi. Osmonda turib butun taraf-tarafdan nurini chechib turdi. Endi bu nur, masalan, bizdagi quyosh sistemasida 8 planetalarniki hammasiga bordi bu. Endi bu 8 planetalarning ichida yer sharida intayin qalin atmosfera bor. Atmosfera degan havomi deymiz, gazmi deymiz. Başka bir atmosfera vardı. Bu hava adet gözü görünmeydi. Şuna biz plağa çıkıp karsak havanı görmeyimiz. Plağdaki deldirak, asman, tağ, su olan nesneni görürüz. Havadan yüzümüzdeki nuri havadan ütüp kalan nesneni görürdü aynı. Aşınakta şunda hava katlat durur yer şarını. Bu yer şarını katlattığı havanın kalınlığı 80 kilometre. Yani eğer biz yerden asman qarab uçsak, uçup 80 kilometrenin üstüne çıkacağı da hava kalmaydı. Hava kalmaydı o diye ne diyen gap desenler. Mesela bir alem uçkurunun içinde oturup siz yukarı qarab mağdık. Onun nimetli işleri şununla yem itiklik, ondan hava mı kaçamaydı. Aşağı uçup gittiğimiz 80 kilometreden yukarıya çıkıp eğer işini ekmezsek biz nefes alanma şu an üzülürüz. Nemişqa desangiz ağzımızdan kirgan hava yok, oksijeni yok, şu an üzülürüz. Şu yani biz haqiqiy boşluq deymiz yani, vakuum, haqiqiy boşluq deymiz. Endi bu bizniki zag'ir tilimizdagi gündüz degan nima desanlar, shu kunning nuri yer shariga yetib kelgan vaqtida, yetib kelib o'sha havodan o'tgan vaqtida havadaki nəhayət uşaq zərrəçilərlə toquşudu bunlar. Bunda bir nəsini güzel keltirіңlər. Sənin uyundagi sırtın dərizdən gün düşüvatıdı. Gün düşüvatıdı. Adətdə bunda qarasanglar günün nurunu görəməysizlər. Məsələn, dərizdən çıxıb yerə, giləmə, bir yerə tegivatqan günün nurunu adət görəməysizlər. Faqat yer qarasanglar nurunu görürsizlər, sırt qarasanglar günü görürsizlər. Lakin eğer bir kazandan oy çıkmatkan olsa, ya ki gezdeki öylerde, topulan yezlerde, dihalan oturgan öbürde kigizlerin topulup ketken, kalksınız, kakıdıgan olsa, şunda bir çam tuzanlı öyleydi kigizlerinde. Şu çam tuzanlı öylegen vaxtıda, şu çam tuzanlı ötken nurni, şunda eni kögül oldu. Emniyette
Ama o Hollywood deyimiz İngilizce, Hollywood Uygurca kino işlediğinler. Aşağıda bir Disneyland bakıcısı var. Disneyland bakıcısına ben bir katın bağa vaxtımda ular havaga Word üyetip, imtihan cik Word'unu üyetip, Word'un ekranı orada işletip şeyde kino koydu, balalarını kinolarını. Bu çağda ne buldu desenler, Word ekranın orada üyeteydi ama nur tekkenlikin kör olduğundan gel. Bak kuyaş, bak gündüz degen narsa şuna okşaş. Şuna biz yeryüzünde turup sırt qirg'anda yo'q ko'rindi, bu yo'q nima desanlar, kunning nuri havadagi zarrachalarga tegib, kechirgan chog'da shuni ko'ramiz. Xudo obatning o'yning darasidan tushgan nur chamtuzonlarga urilgan chog'da biz chamtuzonlarni ko'rgan o'xshash narsa bu. Ammo agar yer shariniki yuqorisi osmon qarab menib 80 kilometr ustiga chiqsak, chiqib atrofga qarasak, hamma yer qop-qorong'i ko'rindi. U chog'da kunning nuri yo'qmi? Kun nuri bor. Aşağıda ütüvadı da ütüp, yeni kedivadı da taraflarına lekin kunning nuri tegadigan zarrachalar bo'lmagani uchun o kunning nuri biz ko'rinmaydi. Bütün olam qop-qorong'i ko'rindi. Yulduzlar gibi bo'ldi. Yulduzlar chikdak yo'q ko'rindi. Lekin qoyalarning hammasi qop-qorong'i ko'rindi. Shu kunduzga o'qilmish narsa. Allah razı olsun. Bu gündüz doğrusu da bugün yani yeniçe bir düşünceye ega oldum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu doğrusunda olan ayetler ve hadislerde zikir kılıngan. Gündüzün bir nimet, keçemi bir nimet. Bulup mu keçe biz için çoğun bir hayatın bir kısmı, bedenimizdeki rahatlanışının bir kısmı, arınışının bir kısmı bunu da keçe. Demek ki her neyse biz için hizmet kılavatkan bir kainatın içinde yaşavatımız. Hazır bir akımız sol sorattım yani aslan için kök göründü da. Onu cevap vereyim. Bizge kök görüvatkan asman şu 80 kilometrden içindeki narsa bu. Albatta men deganda 80 kilometrdan sirti agar mesela qo'lingizda bir teleskop bo'lib siz 80 kilometrdan sirti qarasangiz unda ko'k ko'rmaysiz. Butunlay ashta qop-qorong'ilab ko'rindi. Bu nima desa bizga quyoshdan keladigan nur oq nur. Biz uni oq nur deymiz. Oq nurning ichida nurg'un ranglar bor. Odatda masalan Hasan Hüseyin'ni amalda ko'rgan. Hasan Hüseyin'da 7 xildek rang ko'rindi. Yeşil, kök, siyrak, zinafsha rang, ondan keyin yo'g'inchi rang, qizil degandek. Bu oq nurning ichida hamma nurlar bor. Endi bu nurlar o'xshamagan narsalarga tekkan chog'da nur o'xshamagan narsalar nurni qaytirdi bizga. Osmondagi havodagi zarrachalarniki cho'ng kichligi bizga ko'k nurni qaytirishga eng muvofiq. Quyoshning oq nuri osmondagi havoga tekkan vaqtida qolgan ranglar o'tib ketib, undan zarrachaning cho'ng kichligi ko'k nurni qaytirishga eng mos kelganligi uchun bizga ko'k nur yetib keladi. Shunga osmon bizga ko'p ko'rindi. Ba'zi kunlari kech vaqti kun o'ltirgan tarafga g'arbga qarasanglar, intayin bir go'zal manzillarni ko'rib oldi. Qizil, siyrak, bütün bir bulutlar acayip güzel olup göründü. Uçağın neymiş bunlar desanglar? Uçağdaki bulutdaki zarrachalarning cho'ng kichligi aslında qizg'ish ranglarni qaytarishga muvofiq. Qolgan nur o'tib ketib, quyoshdan chiqqan qolgan nur o'tib ketib, ash qizg'ish nur kechirib u yerda bizga keldi, bizning ko'zimizga kelgandan keyin u g'arb taraf bizga qizg'ish ko'rindi. Endi bulutlarchi bulutlarniki odatdagi bulutlarniki zarrachalari bütün oq nurni qaytarishga muvofiq. Shunga biz ko'pincha vaqtlarda oq bulutni ko'ramiz. Lekin yomg'ir yog'adigan bulutlar qora ko'rindi. Biz osmonda qora bulutli kelgandan keyin qora bulut keldi, yomg'ir yog'di ekan deymiz. Nimishqa? Qora bulutning tarkibida suv bakchiq, suv miqdori ko'p. Suv zarrachalari bak ko'p. Suv hamma nurlarni yutib oladi ichiga. Mesela biz adette soğuk tutulan köllerine karşısak aslında köllerimiz başka köller mesela bizim vatandaki neçe köller var şunca güzel şunca neçe 10 metre olsun o aslında köller oldu. Bu aslında köller aldık diyenge günün nuru düşüp kölge aslında bağışçılık günleri yıkamaydı yıkap gitti diyenge köller oldu. Lakin siz denizlerde kirip mesela bu denizde çıkıdığan bir başını bilen
Denizden asla qarab mansınız, bir 30-40 metr mangan ekan, bütün deniz qop-qorong'ilab ko'rindi. Hech kim ko'rolmaysiz. Agar siz chiqib olgan mashinaniki chirib bo'lmay qolib qolsa, hech kim ko'rolmaysiz. Nima ish bunda? Kundan kelgan nur 40 metr yerga kelib qoluvchilik yo'qolib ketadi. Suv yutib oladi uni. Yutib olib, siz bu yerga kirolmaydi bu. Demak, suv nurni yutib oladi, quyoshning nuridan ham yutib oladi. Shunga qor bulutda suvning tarkibi ko'p bo'lgani uchun u qor bulutga tekkan nurni bulut yutib oladi. Yutib olib, shu bulut bizga qarama ko'rindi. Bu xuddi akşamüstü biz tağa çıksak hamıya qarama ko'rindi. Sababi nima desanglar, akşamüstü sirtga chiqqancha da atrofimizdagi narsalarga tushadigan nur yo'q. Kun yasharini yerda bitib qolgan, yashari kun nurini to'sib olgan. Shuning bilan biz atrofimizdagi narsalarga tushadigan nur yo'q. Shu hammasi qarama ko'rindi. Shunga bizningki ko'zimiz ko'rdi degan narsa nima desanglar, bizning ko'zimizdan bir narsa chiqib, boshqa narsalarni ko'rib bizga akib bermaydi, unday ish yo'q. Bizning ko'zimiz ko'rdi degan narsa quyoshning nuri yoki chiroqning nuri sirtdagi narsalarga tushib, uni tegib, kechirib, qaytib kelgan nur bizning ko'zimizning ichiga kiradi. Shuning bilan biz shu nurlarni ko'ramiz. Agar biz altığa chiqib, ko'zimiz bilan qilsak, hech kim ko'rmaymiz. Hammasi qop-qorong'i bo'lib ketadi. Nimishqa? Qo'limiz sirtdan kelayotgan nurni to'sib oldi. Shu ko'zimiz kirgan nur olmagani uchun qop-qorong'i ko'rindi. Bu nur degan narsa ashaq narsa. Bizning ko'rish iqtidorimiz degan ashaq narsa. Bizning ko'rish iqtidorimiz nima desa, ko'zimizda cho'ng lens var, bir lens var, nurni yig'ib turadigan. Ko'zimizga kelgan nurni u lens yig'ib bir nuqtaga to'g'rilab turadi. U bir qancha qatim qaytib, anadaki bir elektronlik signalga aylanib ketadi bu. Aylanib, shu elektronlik signal bilan miyamizga berib, miyamiz uni bir taraf qilib, shuni bilan qalbimiz mesela ishlaydi. Bu bir ajoyib cho'ng ilm buning o'zini. Amaliyotda ko'zimiz ko'rib uchragan hammasi eng oxirida intayin inishga bir signal mana sim o'xshash bir yerda mangladı. O meni bordi. Ba'zi odamlar bir voqea uchun ko'z ko'rmas bo'lib qoldi deymiz. Mesela qoldirib zehnim kelsa. Nima bo'ldi desanglar, amaliyotda ko'zi saq bo'lsinmi? Shu ko'zniki ko'z yig'gan nurni yig'ib, uni elektr signalga aylantirib, elektr signali menga yetib boradigan kichik sim uzilib ketib qolsa, ko'z ko'rmas bo'lib qoldi. Bu ajoyib bir ilm, endi buning uzun bir dunyo. Bizimki o'tganda bizning darimizda bir olim minbadi, bir leksiya berdi. Tunji qatim ko'zi ko'rmas bo'lib qolgan odamniki ko'ziga olimlar bir apparat o'rnatdi. Apparat intayin kichik, uniki cho'nligi 5 millimetrda kelgan. 5 millimetrga bir 20-30, matrat 20-30, matrat 20-30 chekiti var. Ashta apparatning birini ko'zning ichiga o'rnatib, ko'zning kirgan nurni yig'ib, monda bir dama. Ko'z qarab qolgandagi qolgan narsa bu. Ash narsaning hammasi abad masalaga deb degan ashta bir amaliyotdan kelgan. Mana ko'zning qanday ishlaydiganligi. O abadni siz deb o'tdingiz. Qur'onda shu koinot to'g'riliq maydachiq oyatlar bor. Kainatın intayin ko'p yerda tilga oladi Allah. Nimishqa desa, kainatta Allah'niki mavjudligi va mo'jizalariga oid isbotlar intayin ko'p. Shuni Qur'onda tekshirlar, kuzatuvlar qilib yurib, kainatning qanday yaratilganligini tushuninglar deydigan mazmundagi so'zlar ko'p. Amaliyotda shu insonniki beden tuzilishi, ko'zning shundan birisi, agar ashtaq narsalarni tashxis olsa, oxirida buni ashtaq bir ulug' yaratuvchi yaratmagan bo'lsa, bu narsaning mushundaq joyiga kelib qolishi mumkin emas degan xulosa keldi. Ashtaq xulosa kelmay iloji yo'q. Men koinotda mana shunday hozir ba'zi shu diniy din bilan fanni tanqid qilgan kishilar shu koinotdagi narsalarni hozirgi zamon fanniy bilimlar bilan birlashtirib,
Allah'ın mevcutluğu ispatlanan doğru işlengen film varmış. YouTube'da var bu. Ötken ben böyle gördüm. Ama ikinci Allah buyursa ben şu fizik kısmını bir programda işlep kılamen de uylattım. Onu işimiz kısakmı oldu. Anda hazır kadar onu kırıp ketmedim. Sebebi nime deseniz o naytı çunkur bilim tarafıydı. Mesela eğer ben fizike ait kısmını söyleyemem desem şu muğanda fizikte baklavur, ünvanı var kişiler düşünmese onu adliyetten düşünemeydi. Şunu doğru onu çekilmedim. Lakin ben de bir katın bir hükümüz, vatandaşı bir hükümüz bir sual soran. Ben Allah'ın bağlılığını ispatlayı degendim, kanaksan ispatlayayım ben. Degendim, ben dedim ki siz sırtı çıkıp etrafımızdaki neslerini obdan küzdün. Siz onun içinden Allah'ın bağlılığını baykayalayısınız, takısınız dedim. Hani bunu nimiş ötedeysiz desiniz, bununki oylamda nurgun yelimiş sevgiltatlar. Mesela üzüm var, ana var, encir var, orange, aslında da bu neslerin bu sayısını anlattı. O nesler var. Açıkmış var lazım, hemdir var. Ben devamlı onu perviş kılıp, ben devamlı üzüp durmam onu. Eğer ben bir saat üzümü üzmekçi olsam, tüz tassam üzüm üzülmeydi, katı üzülmeydi. Lakin üzümün sepinin asıl tüpüğü yıktığın kege yerde bir santriklik ayarda bir bəyətim var. Bəyətimden karşınızdan uçtu çıkıdı o üzümün sepi. Onları maçta, açıkmış maçta. Andi aşı neslerini eğer bir rahat çıkıp koymuşsa nereden gelgen? Eğer ben bazıda şu açıkmışını üzümende bir kolunu başka bir nesli var mani yemin hariyamarda tüstasam şakını sunduruyordum. Lakin İki kulum bilen bir sepet tutup harsan işte bir bəyətim var. Bəyətimden üzümden çıkıdı bu. Bu açmışniki tüpüge hiç kanında tesir etmedi, zahmetlenmeydi. Yani müşlak nesleri karşınızlarken bir yaratmışın ki bağlığını ispatsız. Bu narsa kainat şu mu ortak, Adem'in bedeni şu mu ortak, hazır sünni akıl degen bir pembe, kişiler şu adamdaki mimisine okşaş bir fonksiyonu amalga açırdığan bir narsa yasalı bulandığı da intan köp kişiler, minglığan kişiler şunday kuvveti hazır. Lakin ular qancha tushungan sari shuncha hayron qilib birisi yetib olmayotdi, yana birisi bunday bir narsa hozirdan vujudga kelmaydi. Endi o'sha narsa vujudga kelsa kishidagi minisini to'g'ri tushunib olsa masalan qanday ishlar yuz berdi desangiz man obiyatim ko'zdan qiblada so'zlab berdim. Ko'z sirtdan kelgan nurni yig'ib bizning ko'zimiz yo'g'on eshik bo'lgan narsa amniyati bir lens. Aparatın lensi qo'shlaydi. O nurni yig'ib ichidagi bir nurni qaytiradigan aynak bor ko'zning ichida. Uni tushidi, tushib qaytirib uni yamray yig'ib turdi. Yamray qayerda? Xuddi nur signalini elektr signaliga aylantiradigan bir narsa bor. Xuddi bizdagi quyosh energiyasini to'q chiqaradigan narsa o'xshash. Bu nurni elektr signaliga aylantirib turdi. Elektr signali andikin bizniki miyamizdagi bir tal jittek signal yolu bilen menimizi verip menimizi bir taraf oldu. Eğer insanlar müşterilerini tolluk düşürüp askanlar olur da hazır biz okuyumuz, başlangıçta okuyumuz, toluksuz otomatik okuyumuz, almetat okuyumuz, magisterlik okuyumuz, doktorluk okuyumuz baştak. Endi bilimni azroqdan menib tashlaymiz. Bularning hammasi xuddi bu bilim degan nima desamiz, kompyuterning kimi bir xil as qoldirish iqtidori bor. Aşağıda uçlarını kaçlayısız, şöyle tutturdu ki lazım olan epişit sizlendi. İnsanlarınki minisini başta uçu saklaydıgan hücreler var da. Şu uçları biz kaçlayımız, minimizde turdu. Şu kancıcı bilimi kaçı alsak, minimizde bu bir adamdaki bilim için köp boğan bulurdu. Emniyette bu nime desiniz, minimizde saklamaktan uçurlar var. Eğer siz minimdeki fonksiyasını naitudan bilip alsanız, endi bu bilimni maktab o'qib, masalan, boshlang'ich to'q o'tirni 12 yil o'qiydi, magistrlikni oliy maktabni 4 yil, shuni 16 yil bo'ldi, magistrlikni 2 yil, 18 yil bo'ldi,
doktorluktan 4 yıl okusanız 22 yıl. 22 yıl okup kallanınızga şu şuralar kaçlar bir doktorluk unvanı alaysınız. Eğer insanlar neyiniki xususiyatlarını to'liq tushunib olsa qanday bo'ldi desangiz, agar tushuna shu mushundaq bilimni mushundaq bir jarayon bilan qachlash emas. Agar mingizdagi shu uchurlar o'tib ketib qolgan simini tepib, ashaga shu simni olib, shu kompyuterda iliblarkan bilimni qachlab qo'yib bo'lib qolsa, siz unvonni setib olasiz. Menga magistr unvoni lozim, bakalavr unvoni lozim, doktorxonaga borasiz. Menga bakalavr unvoni lozim deb pul to'lagandan ular simni olib, bakalavr bilimini qachib etdi mingizga. Shu odamlar ABK'dek 16 yıl o'qishdan hojati yo'q. Boshqa ishlar mumkin agar insonlar oxirida agar odam minisini to'liq tushunib, odam minisiga o'xshash bir funksiyani yasalaydigan bir darajaga kelib qolsa, ABK'dek ishlar bo'ldi. Ana bu eng oxirida mumkin emasmi? Bu Alloh biladi deb aytmaymiz. Lekin bakın bunu bir debatçı olanın nima desa, insanlarni shunchalik mukammal yaratılgan. Ya bir ortiq yeri yo'q, ya bir kam yeri yo'q. Bir yeri buzib ketsa, qolgan yerlarga ta'sir etadi, shunchalik bir-birisi bog'lanib ketgan odam badanniki. Ondan keyin o'simliklar dunyosi mana shunday qabatini degandek, shu odamlar yeydigan mevasi bor narsalarga, shu mevani uzdigayaga bir badam qilib qo'ygan. Agar o mevani shu badamda uzsangiz, shunda chiroyli uzib chiqadi, jiq ketmaydi. Agar tuz tassangiz, birisi intan jiq ketadi uzishga, yana birisi siz aslidagi daraxtni yoki ko'chatni sundirib o'tasiz. Koinot mana shunday. Koinotni masalan qisqacha deb qo'ysam, o'tib maktablarda o'qiganlaringniki hamma bilsizlar. Bak, nebeniki modlarniki o'zaro tortish kuchi degan bir kuch bor. O'ziga tortish kuchi degan kuch. Bu qanday kuch desam, mao yashari, mao quyosh, bu ikkisi bir-birini tortib turdi. Shunga quyosh me'yorida yashari quyoshni aylanib bunday harakat qiladi. Ma'arlikga yaqin kelib qolmaydi, yoki ketib qolmaydi. Bu quyosh yashari davom etib turdi mana shunday tortish kuchi bilan. Endi buning formasiga qarasangiz, quyoshning massasi, yasharning massasi ikkisi ko'paytirilgan. Bunga bu ikkisining orlig'i bu ikkisini ko'paytirib orlig'iga bo'lamiz. Orlig'ini kvadratiga bo'lamiz. Orlig'ini r desak, orlig'ini ikkinchi darajaga bo'lamiz. Buning oldida yana bir turaqliq qimmat bor. Endi bu olimlarning hayron qolgan narsasi nima desanglar, quyoshning massasi, yasharning massasi ikkisi ko'paytirilgan, buni orlig'idagi ikkinchi darajasiga bo'lib o'tamiz. Ya 1,99 derecesiga emas. Yoki 2,1 derecesiga emas. Siz buni 1,99 derecesiga yoki 2,1 derecesiga bo'lsangiz, agar formula mushtaqti degan deb qilsangiz, shu NASA'niki hozir qadar olam boshqa chiqqan narsaning hech qaysi ishlamaydi. Ham siz o'rgitib bilasiz ketdi. Demak, bo'g'nim o'ziga tortish qonuni shunchalik mukammal. Shunchalik to'g'ri. Ondan keyin buni ikki massani ko'paytirib, orliqniki ikkinchi darajasiga bilan bo'lib yetish kerak. 1,99 ga emas, 2,1 ga emas. Bu nima boshqa qolib qoldi? Nima uchun 1,99 bo'lmaydi yoki 2,1 bo'lmaydi? Bo'sha savollar bor. O'sha koinotni tadqiq qilgan, fizikani tadqiq qilgan olimlardan o'sha savol bor. Bu nima uchun bo'shqa bo'lib qolgan degan. Endi ularniki ko'pinchisi bunday Alloh yaratgan demaydi. Unda bedavalarım bor, demaydi alarim bor. Lekin ubda o'ylab baqsangiz, bu narsa shunchalik mukammal. Masalan, cho'ng narsani deb qo'ydim, amaliyotda shu atomning harakati, molekulning harakati, boshqa undan kichik zarrachalarning harakati, aniq koinotning paydo bo'lish jarayoni. Koinotning paydo bo'lish jarayoni ajoyib bir qism fizikalik qonuniyat bo'yicha bo'lgan. Agar aşağıdamı bir qimmat albatta men degandek sat ishga emas, 1,99999 qolgan bo'lsa-mu koinot ozroq bo'lmaydi. Yoki 2,000 qolgan bo'lsa ozroq bo'lmaydi. Ozroq biroq kamaydi-da koinot.
aşındaq bir acayip fizikada qanuniyat tüpəlidən kainat bugünkidək olub qalğan. Məştaq nəsələr var. Bunu deməkçi oğlum mən Doğru. də Allah nəhayət puxtu yaratqucu deb yaratqucunun varlığına özünü işəndiriş unda qiyin emas. Endi nəhayət addilan gap aytqan çağda yaratqucuların mavjudluğu bir yaratqucunun mavjudluğunu göstərdi. Bu yaratqucular nədən kelgan degan savol kelib chiqadi. Shundoq. Bir yo'lda bir izni ko'rsak, shu yerdan bir odam yoki bir hayvon minibdi deb tushunamiz. Shundoq koinotninki go'zal, puxta, hikmatlik, nihoyat siximliq, nihoyat sistemlik yaratilganligiga qarab turib, buni bir nihoyat usta bir yaratquchi yaratibdi deb tushunish nihoyat normal bir ish aslında. Allah razı bo'lsin. Kainat to'g'risida nihoyat jiddiy yaxshi paranglar bo'lyapti. Bugun texnik masala tufaylidan biroz qaytib oldi surat. Erkin akamiz qaytib qoldi, keyin bu yana o'ngshalgan bo'ldi. Mana shunday. Bu bu yerga yetishib yurib o'rganyapmiz endi. Hozirgacha qarindoshlarimiz herhalde boshqa savol so'raganlar yo'q, chunki belki qarindoshlarımızın derdi başka bo'lishi mumkin. Biz hozir osmonning, ayning, quyoshning gapini qilyapmiz. Hozir bir tijoratning gapini shunday qilgan bo'lsak, taraf-tarafdan savollar yig'ib, qanday qilsak foydalimiz, qanday qilsak ziyon tortamiz, qanday qilsak bo'lamiz degan narsalar jiq tushdi. Shunga o'tgan qitim qilib qolgan savollar bo'lib qolsa yodlarda, uningga javob berib, bundan keyin buguncha programmamizni oyoqlashtiraylik deyman, chunki bugun bu programmani qilish jarayonida nurg'un narsalarni his qildim, nurg'un yo'chuqlarni his qildim, ekran qarab turib, nurg'un masalan sizlar quyoshning gapini qilayotgan vaqtida quyoshninki sxemasi, uningki cho'ngligi, kichikligi, bir Merkuriy yoki Saturn yoki Marsning gapini qilayotganda shu Marsni ekran aytiladigan texnikini o'rgangani bo'ladi, ammo bugun biz qilolmadik buni shaxsan. Chunki vaqt munosabati bo'ldi. İnşallah bundan keyingi vaqtlarda bu programmani Alloh xolisa texmo yaxshi, texmo güzel qilishga tirishsak deb o'ylayman. Shu o'tgan savollar bo'lsa, sizlar o'tirib qo'yib shunga bir javob berib o'tib, bundan keyin programmani oyoqlashtirsak. Bo'ladi ukam, siz nihoyatda ko'p tirishgan ko'rsatyapsiz, jiq-japa chekyapsiz. Endi Uyg'urlarniki mana shu bugünkidek bunaqa bir yuqori texnikalik sorunni vujudga keltirishning o'zimi asli emas. Hammasi sizniki tirishchiligingizdan bo'ldi. Sizdan shuncha ta'sirlandim men. O'zingizniki borlig'ini atab millat uchun bir ish qilay deb mushani qilayotganligingizga sizga ko'p rahmat aytaman. Mana bu o'tgan qatim andim qilsak bo'ldi degan mana bu suhbat jarayonida emas. Agar mana ko'rayotgan qarindoshlarniki savol bo'lib qolsa, mana shu suhbatniki ostiga yezib qo'ysanglar, men ko'rmayman. Ko'rib uni tizimlab qo'yib, andikilar qatim yana to'g'risida qasam bo'ladi. Yana boshqa men javob beradigan savollar bo'lib qolsa, uni o'tirib qo'ysanglar, men uni aymay sizlarga javob berishga tirishaman. Bu konuda kelishcha. İnşallah. O'tgan tushgan yana bir savol bor. Vaqt tonali mavjudmi degan bir savol. Vaqt tonali degan hukm vaqt safaridan kelgan, vaqt safaridan. Bu qanday narsa desanglar, buni Einstein bundan 100 yil burun o'tirib qo'ygan bir hukm. Bu nima desa, koinot 4 o'lchamlik. 3 o'lcham boshni ko'rsatadi. Masalan, bir sandiq bor desak, uniki egizligi bor, cho'nqirligi bor, kengligi bor. Mana shu 3 o'lchamlik bo'ladi. Shu koinot 3 o'lcham, koinotning bo'shligi 3 o'lchamlik bo'ladi. Endi undan boshqa koinotniki vaqtiyatdagi boshlanish nuqtasi bor. U nima desanglar, cho'ng portlash, uniki boshlanish nuqtasi. Vaqtning boshlangan vaqti. Vaqtdan boshlab hozirga qadar kelyapti, shu uni vaqtni qo'shsak 4 o'lchamlik bo'ladi. Biz odatda Urumchidan Qashqarga borsak agar
biz boshqa safar qilgan bo'lamiz shu o'lchamda. Ürümchilarning Qashqarning orlig'i 1500 kilometrda keldi. Biz aslida bir orliqni bosimiz shu bo'lgan joyda. Andan keyin bu yerga qo'yib ba'zi ta'minga chiqamiz, ba'zi o'ymoqqa tushimiz degandek. Ya'ni o'ng'amamiz, so'g'amamiz. Chiqib biz shu o'lchamda boshliq bilan safar qilib Ürümchidan Qashqarga boramiz. Endi aşağı bilan bu kainat o'lchamlik bo'lsa, vaqtni bu safar qilib bo'lamdi degan savol tug'ildi bu yerda. Vaqtni safar qilish uchun faqat ikkala yo'nalish bor. Yoki o'tmishga boramiz, yoki kelgusiga boramiz. Shuna buni aynishdim endi. Vaqtni safar qilib bo'ladi, kelgusiga degan narsani o'tirib qo'ygan. O qanday narsa desanglar? Agar bir odam olam boshlig'iga chiqib, nurning tezligiga yaqinroq keladigan surat bilan aylanib koinotni azroqcha. Aniki yashar qaytib tushsanglar, yashardagi burun siz bilgan do'stinglar, eninglar, adanglar, ota-onalarning hammasi ketib, navra chavralarni ko'rsizlar. Masalan, bu dialog nima desa, masalan bir misol olayman. Sizlar kainotga berib bir 10 yildak ayni etib qaytib kelsanglar, ma yer yuzida bir necha 100 yildan keyin bu voqealarning ustiga tushsizlar. Bu nisbiylik nazariyasidan kelgan. Bu isbotlangan nazariya bu. Lekin hozirgacha qilib olmagan narsa nima desanglar, kainotga chiqib bu nurning tezligiga yaqin kelgan tezliklar minish hozirgacha mumkin emas. Lekin texnik jihatdan mumkin emas, lekin nazariy jihatdan kelgusiga safar qilish mumkin. Buni tushunchisi shunda. Endi o'tmish deganda aynisininki nazariyasi bo'yicha qaragan chog'da shu asosda ba'zi o'tmishga bog'liq bo'ldi degan narsani keltirib chiqarib, shunda bir nazariya o'tirib, faraz o'tirib qo'yib, shunda vaqt tanimi degan bir narsa o'tirib qo'ygan. Vaqt tanimini qurut to'shigi deydi. Wormhole deydi, qurut to'shigi deydi. Qurutlarni qislan yana chuqur qo'lga kirgizadi. Ashta to'shigini, qurut to'shigi degan qum bor. Bu vaqt tanimi bilan qurut to'shigi o'xshash qum. Buni fizik jihatdan tushunish sal qiyin. Oz farazlar nima desanglar, agar bir odam shu qurut to'shigiga yoki vaqt tanimiga berib, ma tarafidan kirib, a tarafidan chiqsa, cho'qim boshqa bir koinotga berib qoldi. Yoki vaqt jihatdan o'tmishdagi birga berib qoldi deganda farazlar bor. Buni tushunmak bektas. Bu muodalatki ko'rmanlarga tushundirmak tas. Men o'zim o'qimoqchilar qaymoqman haqiqatan o'qisam. Bundan bir murakkab o'qim ekan endi xulos qilgan joyda bu bir faraz. Hech kim bunda ishni mumkin bo'lmaydi deb uni olimlar yo udash qat'iy mumkin emas degan gapni o'tirib qo'ymaydi. Lekin u bo'ldi, o'sha cho'qim bo'ldi degan narsani isbotlab baxmaydi. Shu bu bir faraz tarafga tutayotgan narsa. Shunga vaqt tanligi degan hukm bor, qurut to'shigi degan hukm bor. Bular o'xshash bir narsa qartilgan. Lekin bu ish cho'qim bo'ldi degan bir yakun tutira oladigan ilmiy asos yo'q. Bunda qat'iy bo'lmaydi deganni isbotlaydigan ilmiy asos yo'q. Bu texnik bir faraz olib turibdi. Ben qilgan sukan hozir boshlig'i bir soat bo'ydapti. Shunga harakatni bilinchlik bo'lgani yaxshi, buni ko'p bo'lib ketsa ko'rmanlarga kerak bo'ldi, bizga boshqa ishlar bizni taklif etdi. Shunday qilaylik. Shu harakatim uchun shu hozir Facebookda shu ko'rgan qarindoshlar savollar o'tirib qo'yinglar. Agar o'tirib qo'ymasanlar, biz harakatim masalan qarinkur to'g'riliq tushuncha bersak bo'ldi. Qarinkur to'g'riliq bir qator lekin mendan masalan eng ko'p so'raydigan savollardan birisi oyning Amerikaning oyda chiqqan rasmi deb so'raydi. Uni misol kengaytib nimshinin rastligini oshkora qarasak bo'ldi. Chiqilib o'qirmonlarga qanday savol bo'lsa, o'sha o'tirib qo'ysa, biz shuni aralab mashtab suhbat orqali almashtirsak bo'ladi. Endi men o'tga qatimda dedim, o'zamak aldirish yashayman. Hozir harakat qilgan bir necha ishlarim bor, shu uyg'lashim qilayotgan. Ashta bo'lsa-mu, siz mashtab menga
millatga bir xizmat qiladigan so'rinni hozirlab berganligingizni intayin minnatdorman man. Shundaqla vaqt chiqarib bu programmalarni ko'rayotgan qarindoshlarga shunday minnatdorman. Menlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Allah razı olsun. Bugün kainat doğrusunda bu yerden suallarga cevap bergen bulduk. Nəhayət rənglik bir programma oldu. İşkiranımız nəhayət yaxşı çıxıb berdi. Biraz surat ketib qalğanını hesablanmagan vaqtida yana g'alaba qildik. Şu axir programmani qilib bo'lgandan keyin biz o'tgan qitim biz bu programmani qanday qilsak hozirgi studiolar va televiziyalarda bo'layotgan programmalarga o'xshash qila olamiz deb izlandik va bizningki bir qarindishimiz ismini atashni xohlamaydigan bir qarindishimiz Germaniyadan kechalab kunduz atigini ishlaydi u soat 7da ishga ketib oqshom soat yani 6-7-8'ler bilen öğüt kep. Hatta bazı tamuqını yemey ma programmani hazırlaş için. Şu texnikini öğretken boldu bana. Onun için gayibane bu Germaniyada turduğan bu qarindishimga men bütün qarindoshlardan dua talab qilaman, inshaalloh o'zimni dua qilaman. Chunki bu qarindishimiz ajoyib kuch chiqadi. Biz kech-kechalab o'tirib mush narsani qurashtirishga qildik. Hem bu bugün birinci qitimliq sınaq bo'lganligi uchun men ekranға qarab qanday oldu deb o'zimni biroz hayajonlanib qoldim. Hayajonlanib qilib so'ng vaqtida sizlarga qo'shiq sep turdim, qo'shiqni solmadim. İnşallah bundan keyingi programma taqim güzel bo'lib ketdi deb o'ylayman, chunki bugün bu bo'ldi. Alloh xolis bundan keyin taqim yaxshi bo'ldi. Va bundan keyingi programmada biz ma'lum bir temani tutib siz degandek, masalan, vaqt tunneli demdik yoki Mars, Jupiter, Saturn veya ki kainat doğrusunda məxsus filmlerini inşallah qarindoshlarımızga məxsus tushundirish degandek narsalarni biraz puxta shaklda elib chiqishni o'ylashimiz hammalar ishlab yoki aldirash bo'lganligimiz uchun biraz vaqt ketadigan ishlar ekan, texnik ketadigan ishlar ekan, moddiy ma'naviy tarafdan har tarafdan bunga jiddiy ehtiyojimiz bo'ldi ekan. Qarindoshlardan moddiy bir narsa talab qilmaymiz, ammo şu ma'naviy jihatdan bizning programmalarimizni qancha ko'p odam ko'rsa, biz shunchaki xush bo'lamiz ham buning savobini jiq olamiz. Bu yerda savob faqat shu tabliq qilish bilan bo'lmaydi. Agar tabliq qilish bilan bo'lgan bo'lsa, men erkinkamni bu sanaga taklif qilmay, yana boshqalarni taklif qilmay, o'zim tabliqning yo'g'inini qilib o'ltirdim bu yerda, ustoz bo'lib bilib. Ama bugünkü dünyada mübelliğ tebliğat ninki metodi bek ilgirilip ketdi. Ayet hadislerini qaysi şekilde insanlara yetkizüş, tebliğ qilishda qaysi vasıtalarni qo'llanish, internet qo'llanishmi, televiziya qo'llanishmi, radio qo'llanishmi bek ilgirilib ketganligi uchun bugünkü olimlarimizningki da'vatimi nihoyat jiddiy bir islohot elib berishini ko'z tutib, avval o'zim bir meni baqay bu yo'lda deb yangicha bir metodda da'vat tabliğat elib menish uchun izlanyapman. Hem sizlardek olim doktor akalarimiz bilan jiddiy bir suhbat fikr almashtirish orqali bundan keyingi xizmatimizni Alloh xolisi nim qilyapmiz, maslahat qilyapmiz. Inshaalloh hamma ishlar yaxshi bo'lib ketadi. Miyada bir qarindishimiz bir savol so'rabdi ekan, qisqalan bir savol ekan, yer sharining eg'irligi qancha kilogramm deb. Agar yodlarda bo'lsa buning deb baslar, yodlar bo'lmasa kelar qitimga qo'yib qo'ysaqmi bo'ladi. Shuning bilan biz bu programmani ayollashtirsak. Unga maklar qitim javob beray. Hozir kallamda yo'q uniki. Javob. Bo'ladi. Naqos kelar qitimliq programmamizda inshaalloh yer sharining eg'irligini ko'rib boqamiz inshaalloh. Amma oldin Alloh rozi bo'lsin. Programmamizni agar qo'llash niyatingli bo'lib qolsa, davomli bu programma davom qilsin deb qolsanglar, boshqa olimlar bilan, boshqa doktorlar bilan, boshqa ustozlar bilan, jamiyatning har qaysi sohalarida bo'lgan qarindoshlar bilan deb qolsanglar, programmamizni ham bahrilanglar. 100 ming odam bor chet elda, bizning programmalarimiz 10 mingga yetmasa, bu biz uchun bir mag'lubiyat bo'ladi, ko'rilish qitim soni. Uningdan boshqa kelar qitimliq programmada biz ovozli savol so'rashni o'ylashyapmiz. Yani bizimki, menimki şu sahifemde bir WhatsApp topu var.
Faiz Sohbet İlan Topi deb ismi var. Shu nimalarning ostida. Shunga kirib, agar bundan keyingi programmalarda qiziqib, bir narsa bilib olsam bo'ldi koinot to'g'risida va yoki yer shari to'g'risida va yoki olam qatnashi to'g'risida. Mushu koinot munosabatli qandaq bir savolni so'rab ovozliq so'rasam, naq maydon qitilsam bo'ldi degan qarindoshlar shu WhatsApp to'pi qitilib, men bevosita mik telefon qilsa, naq maydonda erkin akamiz shuni ovozini anglab turib, kimga munosabatli savol bo'lsa, naq maydonda javob berishga tirishimiz. Ya'ni bugungi televiziyalardagi jonli, ya'ni naq maydon savol javob programmalariga o'xshash bu qiyil bo'ldi inshaalloh. Hammadan Allah razı olsun. Sizlerin ahirki sözleri olsa alaylı bulmasa programımızı ayaklaştırayım inşallah. Yok, başka sözüm yok. Size köp rahmet akam. Naiti acır sanadığınızı pek suyundum. Rahmet. Olur da Allah'a emanet inşallah kiler katımlık programımızda görüşelim. Hemen Allah'a tavşuduk. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.